Kalibrovka patochka funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu funksiya ikki holatda kerak bo'ladi. Birinchi holat, bugun keldingiz, syomkani boshladingiz va tugata olmadingiz. Ertaga kelib o'sha joyda syomkani davom ettirsangiz, kechagi bilan bugungi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'sha holatda nima qilsa bo'ladi? Bugun syomkani oxirida bitta tochka belgilaymiz va bu tochkani syomka qilib qo'yamiz. 57 tochka bo'ldi. Ertaga keldik, ba'zan xohlagan joyimizga o'rnatdik va proyekt vkladkasiga kiramiz, kalibrovka patochkaga kiramiz, отметить точку. Kechagi tochka deylik. 57 edi. Buni tanlaymiz va bugun xuddi shu joyga kelib o'sha tochkani yana bir olamiz. Oldik va применить bosdik. Подтвердить. O'shanda kechagi syomkangiz bilan bugungi syomka bir-biriga tushadi. Kalibrovka patochka funksiyasining ikkinchi qulayligi, sizda reper bor, reperda koordinatasi bor. Siz o'sha sistemada ishlamoqchi bo'lsangiz, ba'zani reperda ustiga qo'yib zapusk qilishingiz kerak va bazaga o'sha koordinatalarni kiritishingiz kerak. Yoki ikkinchi usuli, siz ba'zani xohlagan joyga qo'yasiz, reperda ustiga rover bilan borasiz. Kalibrovka patochka funksiyasiga kiramiz. Отметить точку. Xuddi reperda koordinatasi sizga ma'lum, xotirasiga saqlab qo'ygansiz. 57 deb saqlab qo'ydik va buni qaytadan fix holatida olamiz. Применить bosamiz. Подтвердить. Bo'ldi. Keyingi syomkalaringiz, keyingi tochkalaringiz xuddi o'sha reperda sistemasida bo'lib ketadi.